Hammaga xayrli kun. Kriptovalyuta bozorini tahlillarini davom ettiramiz. Xo'p, oxirgi tahlillarimizdan beri nimalar o'zgardi? O'z bozor sidewaysda, ya'ni bakavik harakatda yurdi. Mana bu joyda ko'radigan bo'lsak, bir 5 kuncha deyarli shunaqangi harakat bo'ldi va bu orada efir bitta otib berdi. Hozirgi holatlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, qaranglar, bizda 5 ta valnamiz bor edi, to'g'rimi? ABC keksam shakllanuvdi. Asosiy narsa M pattern bo'lib tushib ketmadi bozor, to'g'rimi? Ya'ni bunday bo'ldi, tushib ketib qo'ygani yo'q. Hozir buni yaxshilab qaraydigan bo'lsak, oxirgi holatida endi men bunaqangi korreksiya kutyaptim. Chunki bizda bozor shunaqangi kengayib ketyapti. Mana shunaqa harakat bo'lishi mumkin. Ya'ni expanding flat degan pattern bor, bayroq qo'shgan pattern. 5 tomonlardan keyin shu o'rtada korreksiya, agar trend liniyadan retest qiladigan bo'lsa, ketish kerak bo'lar edi va bu o'rtacha 1.5% degan. Efirimiz shu holatda sal pastga tushib qoldi. Mana bu tahlilda bergandik, yaxshi o'xshab turdi, lekin biroz yana buzilib ketib qoldi. Shunaqangi MD patroni bor edi. Bitcoin men kutayotgan narsa hozircha shu, ya'ni boshqa holatni kutmayapman, chunki bizda korreksiyalarimiz shunga yarasha bo'ldi. Agar tushadigan bo'lsa, menimcha mana bu likvidlarni уже sekin-sekin oldi. Menda mana shu 15200 lar atrofi ham bo'lishi mumkin. Xo'p. Ko'p likvid ham yo'q ekan o'zi aslida. Mana. Pastdagi o'sha ikkita odatda bakavikda likvidlar yig'iladi. Chunki mana bu harakatdan keyin bozor tushishiga ko'pchilik kutyapti. Va bizda ham o'sha holat bor. Ya'ni shakllansa shunga yarasha harakat bo'lishi mumkin. Ana undan keyingi o'sishlar bu yog'ini hisob-kitob qilib nima qilinadi? O'sha korreksiyadan boshlab qo'yib olib уже ketiladigan bo'ladi. Bu hozircha bizni o'sha efir deyman, Bitcoin'dagi holatimiz. Efirda paysalar turibdi. Mana hozir o'zgartirganimiz yo'q. Bozor yurishiga qaraymiz, chunki bizda stop lossimiz bor. Mana bu joyda olgan bo'lsam, mana bu joyda stop loss qo'yganman. Где-то 4% atrofida stop loss qo'yganman bu paysaga. Bundan tashqari bizda yana bitta paysa qilingan va u mana bu joydan olingan. 2248 yoki 49 bo'lishi kerak. Mana shu atrofdan olganmiz. Bu ham turibdi. Bu yoqdan olganim ham bor. Bu kamroq olingan, bu ham turibdi. Hozircha bizda mana shu paysalarimiz va bozorda mavjud. Hozircha vaziyatimiz o'zgarmadi. Efirda nima qilyapmiz? Kutyapmiz holatda. Demak, bundan tashqari Solana raqobatdoshi Sui o'tib ketishi mumkin deyilyapti. Major outperformance following correction deyapti. Keyin korreksiyadan keyin уже yaxshigina ko'tarilib ketishi mumkin deb tahlilni beryapmiz. Suida anchadan beri hisobga olib turibmiz. Hozirgi holatida juda zo'r emas. Orada kichik yana qadam ishlashga harakat qildik va bu mana bu menda yana bitta paysa bor edi. Bu ham qiynalyapti anchadan beri. Mana qancha minusda ekan bu paysa ham hozircha 2% atrofida minusda turibdi. Yaxshigina kutyaptik. Asosiy holat mana shu kanaldan o'tib olish kerak edi. Nimagadir juda ham bozor nima qilyapti? Qiynalyapti. Endi Bitcoin damas ko'tarilib ketishni boshladi. Mana. Lekin deyarli o'sha chizmamizdagi harakat bo'yicha nima qilyapti? Endi birga bir bo'lmasa ham kelib beryapti. Biz shunaqa tushishni kutyaptik Bitcoin dominansi bo'yicha. Chunki efir o'tib ketish kerak edi. Xo'p. Solana'da bullish ssenarioda уже anaqasini berishyapti, ifodasini. Solana уже mana уже o'yinga qaytdi, ya'ni ko'tarilish tendensiyasi shakllanyapti degan. Solana'dagi holat уже olgan joyimizga qarab tushib kelyapti. Kanalni buzib o'tdi. Bu yaxshi bo'ldi, buzib o'tgani. Уже retestdan tushib ketib qoldi, lekin hozircha biz ham kutayotgan holatimiz shunaqa. O'rtacha 30 bo'yicha 45% atrofida nima qilyapti, kutyapti. Holatimiz yaxshi turibdi. Arbitrum otib berdi 20% gacha, keyin yana tushib ketib qoldi. Kimdalar average bo'yicha, kimdalar yo'qordi, tepada olinganlar ham bor edi, kimdalar ushlab turibdi. Menda masalan hozir ham ozgina nima bor, mana shu paysalarim turibdi. Men hozircha kutyapman buni ham.
Xo'p. SP500 da ya'ni ko'tarilishi bo'yicha 3 ta sabablarni aytib o'tgan. Birinchisi o'sha geosiyosiy vaziyatlarda yumshashi, ikkinchisi o'sha earnings per share, ya'ni aksiyalarda daromadga chiqishi, ya'ni kompaniya earnings sezon bo'ladi, ya'ni kompaniya chorak hisobotlarni e'lon qiladi, u yaxshiroq chiqishi mumkin deyilyapti va yana bittasi foiz stavkalarini kamaytirishi. Shu uchala sabab S&P 500 ni yana ko'tarilishiga olib keladi deyilyapti. S&P 500 biz nima qilgandik? Endi umumiy aytgan uchun ko'tarildi demayapman, ya'ni tahlillarda aytgandek ko'tarilishi mumkinligini. Chunki mana bu joyda biz ham qo'rqdik, ha? Tushib ketib qolmasa, mana bu holatda tushib ketib qolmasa deb anaqa qilgandik. Koreksiya berdi, yana dal tushib ketadi deb S&P 500 baribir all time high'da olishga harakat qilyapti. Mana oldi, yana ko'tarilishda davom etyapti. Menimcha ko'tariladigan bo'lsa, mana shu zonalargacha kutish sal ishonchliroq bo'lardi, ya'ni baland kutgandan ko'ra hozircha deb o'ylayman. 6,5 million atrofi hududida. Xo'p, aksiya bozorining katta koreksiya bo'lishi bu tariflar deyilyapti. Hozir shu joyini topaylik-da. Trade war, ya'ni savdo urushlari. Chunki bilasizlar 9-iyul kuni rasman 3 oy bo'lar ekan Donald Tramp Xitoyga qarshi 100% tariflarni e'lon qilgan edi. 9-aprelda olsak, o'sha mana 3 oy ham o'tibdi birpasda. Tez qanday o'tganini bilganim yo'q. Mana shu holatdan ham ko'pchilik bozor cho'chiyapti. S&P lekin xuddi narxlaganda tepaga ketyapti, lekin Bitcoinimiz koreksiya qilyapti. Bitcoin holatida. Endi biz asosiy holatlar shu demoqchiman, ya'ni. Yangilik boshqa. Jeremy Powell yana bugun 41 minutdan keyin gapirar ekan. O'zi odatda iqtisodiy holatlar bo'yicha biz kechqurunimizda 10 ga to'g'ri keladi, 10:30 11 ga to'g'ri keladi. Endi kunduzi nima holatda gapirar ekan? Siz ko'radingiz Powell. Xo'p. Falsafasini tushirishga chaqiryapti anchadan beri Tramp, o'shani yozgan ekan. Ya'ni mana bu hozirgi kalendarda ko'rsatilgan Jeremy Powell'da gapirishi обязательно bozor haqida bo'lishi mumkin emas. Boshqa holatlarda ham gapirishi mumkin. Bir marta bo'lgan, shu maktabga hali joyga borgan ekan. Uni ham bu yerga qo'yishgan. Ya'ni o'sha holatda. Shuning uchun ko'ramiz, ya'ni agar FOMC miting bo'lganda edi-da, foiz anaqa stavkasi bo'yicha nima qilinardi, bayonot bergan bo'lar edi. Shu bizda holatlarimiz, paysalar qilib ishlab turibmiz web gruppada. Qo'ldan kelgancha grasimiz bor edi, xabarlar bor, juda ham yomon tushdi. Buni xuddi shu holati meni efiriga eslatib yubordi. Efirda ham xuddi shunaqangi tush bo'lgandi mana. Ko'radigan bo'lsak, mana shu joydan olaylik. Gap bordi, xuddi quyib qo'ygandek deydimi? O'xshash holatlari bor. Asosiy narsa bizda yana aytganimizdek mana bu joyda narx qilib kelib yuqoriga yorib o'tishi kerak bo'ladi. Mana. Hozir tushib kelyapti, endi bizda bullish engulfing ko'rishimiz kerak. Ya'ni yashil sham qizilni tanasi bilan yutib bu yoqda yopilishi kerak. Bitta yoki ko'p shamlar bo'lsa ham, xullas bizda shunaqangi holat ko'rishimiz kerak. Bu bizga tasdiq bo'ladi-da. Bozor ko'tariladi deymizda, biz tepadan olgan, mana bu joylardan olgan investitsiyon paytdan bor edi. Ana o'sha paytga nima qilinadi? Qo'shimcha pozitsiya qilinadi endi bu yoqdan. Bu biz o'sha grasdagi holatimiz. Mana. Ko'radigan bo'lsak, endi birga bir bo'lmasa ham o'xshashlik bor. Men shunaqa holat bo'ladi deb o'ylayapman. Buning uchun biz aytganimizda birinchi tasdiq kerak, kanalni yuqoriga yorib o'tib, o'sha leveldan baland yopilish kerak bo'ladi. Bioda paysamiz bor edi. Bu ham sekin tushdi boshlabdi. Bu tek birda olib qaytgan, 10% bergandi, ikkinchisi 20% bergandi. Hozircha birinchi tek profit olib qaytgan.
Bundan tashqari Seydagi bu eski o'yin ekan. Esda stop loss yedik. Seydagi paysamizni buni yoptirib yubordim, chunki mana bu joyga chiqqanda foydani 5-6% bo'lganda olishda aytdim. Bir qismini olsanglar bo'ladi. Kimdir hammasini oladi, kimdir bir qismini oladi. Kelmayapti, 1-2 venga o'zi narxi tushib ketib qo'ygandan keyin yopib olamiz dedim. Bundan nima qildik, chiqib ketdik. Xullas, yaxshi, bu endi boshqa pozitsiya. Harakat qilib turibmiz. Yana yangi vaziyatlar bo'lib qolishi mumkin. Aytganimizda Grasda bo'lib qolishi mumkin. Biz akkauntimizni paysamizni tikalab ketmoqchimiz. Uni usulini ko'rsatib ketaman videoda. Suvida xudo xolasa yaxshi vaziyatlar bo'lishi kerak. Suvida olmaganlar bo'lsa, olmoqchilar bo'lsa, yokida mana bu tahlilda bu yoq tahlil qilib turib, masalan, 3ta bundoq bo'lib turib keyin ketishi mumkin bo'ladi. Endi shunda A, B, C bo'ladida 5 ta vanlar bilan tushadi. Keyin divergensiya yasaladi, trend liniyani biri buzib o'tadi. Ana undan keyingina nima qilish mumkin? Chiqib ketishi mumkin bo'ladi. Uje bu yog'imiz ishlab bo'ldi. Buni o'chirib yuborsam ham bo'ladi. Kirgan joyimiz o'sha trend liniya mayli turib tursin. Kimgadir o'sha foydasi ham tegib qoladi. Xo'p, bu paysani ham biz bitga qo'ygandik. Chunki tepada likvidlarni olib, keyin tushib ketib qo'ygandik. Holatlari yomon emas. Asosiy narsa o'sha Bitcoin'dagi korreksiyamizni yakunlab olishimiz va o'shandan keyin biz yana altlar ham, bozor ham yana tikalashda davom etadi. Chunki efir ortishi mumkin. Hozir nima ketyapkan? Stakingda ham ETF'larga qo'shmoqchi bo'lyapti. Staking servisida. Bu nima degani? Efir sotib oladi. Kurflab qo'yadi. Yiliga 4%, 5% undan daromad kelib turadi. Stabillik kelib turadigan o'sha blokcheyndagi daromad hisoblanadi. O'sha narsani ham qo'shmoqchi ekan, agar staking ham Amerikada o'sha qonuniy litsenziyoniy bo'ladigan bo'lsa, ko'p efir bozordan chiqib ketadi, staking o'tib ketadi. Natijada taklif kamayadi, bozor uchun yaxshi bo'ladi degan. Bu uzoqroq muddatdagi holat. Asosiysi biz qisqa muddatda ko'rib turibmiz. Bizga mana shu o'rinlarni ushlab qo'ygani yaxshi bo'lardi. Odatdagi joydan o'tib oldik. Xudo xolasa yana albatta nima qilamiz? Ishlashda davom etamiz. Holatlar shu. Sizlar bilan endi keyingi tahlillarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.